Sirdaryolik yoshlar xalqaro maydonlarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilishda davom etmoqda. So'zimizning isboti o'laroq Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning Guliston filiali 11-sinf o'quvchisi Azizbek Mamajonov xalqaro matematika olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritdi. Xitoy Xalq Respublikasining Shanxay shahrida o'tkazilgan IMO xalqaro matematika olimpiadasida dunyoning turli davlatlaridan saralangan eng iqtidorli yosh matematiklar orasida Azizbek Mamajonovning ham borligi sirdaryoliklarni faxrlantirdi. Ana shunday kuchli raqobat sharoitida Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning Guliston filiali 11-sinf o'quvchisi Azizbek Mamajonov ham yuqori natija ko'rsatib, bronza medalni qo'lga kiritdi. Bizda O'zbekistonda 2 ta kumush va 3 ta bronza bo'ldi. 6 kishi qatnashgan O'zbekistondan va men o'ylaganimdan yaxshi natija bo'ldi. Xudo xohlasa, keyingi yil esa shu IMO olimpiadasidan oltin medal qo'lga kiritishga harakat qilaman. Xalqaro matematika olimpiadasi dunyodagi eng nufuzli fan olimpiadalaridan biri hisoblanadi. Unda ishtirok etishning o'zi katta sharaf bo'lsa, sovrindorlar safidan joy olish har bir yosh matematik uchun ulkan muvaffaqiyat sanaladi. Yosh matematikning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatidan onasining ham qalbi quvonchga to'ldi. O'g'lim ustida ishlagan Azizbek Nuraliyev, Bahromov Jasurbek va Ahadov Abdushukurlardan minnatdorman. Albatta meni farzandim ustida tinmay izlanishda bo'lib, shu farzandim bilan tengma-teng yelkama-yelka mehnat qilishib, mana shu uchala ustozi xalqaro olimpiada darajasigacha olib chiqamiz o'g'lingizni deyishdi. Mana olib chiqishdi. Rahmat, minnatdorman ulardan. Bu xursandchiligimni hamma tarbiya qilayotgan, albatta farzandini yuksak darajada ko'ra oladigan onalarga tilayman-da. Sirdaryolik o'quvchining xalqaro olimpiadadagi bronza medali yurtimiz ta'lim tizimining nufuzi tobora yuksalib borayotganini yana bir bora namoyon etdi. Azizbek Mamajonovning ushbu yutug'i Sirdaryo viloyati ta'lim tizimi, xususan ixtisoslashtirilgan maktablarda yaratilayotgan zamonaviy ta'lim muhiti va iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarning yana bir yorqin ifodasidir. Nigora Imomqulova, Oybek Isayev, Sirdaryo yoshlar.